Xullas, navbatdagi taxmonimiz ham bitti. Ichki qismini ko'ramiz. Xo'sh, bu tomoni pulkali bo'lgan akalar. Tayda tortma qilganmiz. Tortmani to'g'rilaganimsa Maqsadjon ochil degan joyiga mana shunaqa hisob olingan xullas akalar. Olingan holatda qilingan shunaqa. Kech bo'ldi video chiqib qoldi. Majburdan video qilyapmiz. Bu tomoni ham pulkali bo'lgan. Eshiklari, ruchkalari uzun-uzun. Aytaylik, bu tomoni shirka tomon bo'lgan, katta sexlari bor. O'zi bu shkafimizni ichkari xonaga tayyorlab berdik. Devor mebelimiz akalar, bemalol ko'rishingiz mumkin. Chap tomonga kelganimizda kiyim taxlagan polkalar, tepasi seflari bilan ikkita tortmalar abdini bo'lingan holatda chiroyli qilib berganmiz akalar. Bu tomonga kelganimizda yarmi vishilkali, yarmi shu tortma polkalardan iborat cho'tkalab tayyorlab berdik to'g'risi. Xo'sh, bu tomoni ko'rpa taxlagan abdini joy qilib berganmiz, kattagina akalar. Judayam zo'r. Devorimiz qalinligi, ichki yonliklarimiz 60 sm bo'lgan, eniga 320 sm bo'lgan, balandligi 280 bo'lgan akalar. Tepa qismi antresolli qilib berganmiz. Xudo xolsa, qishki yoz ust boshlarni tashib bo'lsa, juda ham ekonom bo'ladi akalar. Juda ham chiroyli qilib ko'rinishda zazorlar ham chetga keldi. Xudo xolsa uyaltirmadi. Kimgadir mashinasi milda kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsak, xudo xolsa sizlar ishlarni ham cho'tkilab qilib beramiz. Telegram aloqa chiqsalaring. Fasollarni tashlaymiz aka, joziga qarab, qaysi fason tushadi, narx-navolarni kelishib, kelishgan narxda qilib beramiz.